with JDM. JDM is somebody who doesn't get JDM really a haqida lot of shuni aytish credit kerakki, for ko'pchilik u what he's qilgan done. ishlari Like uchun what he did yetarlicha with e'tibor Bilal bermaydi. was Masalan, outstanding. Byorans Like bilan being able to qilgan stuff ishlari juda takedowns, being zo'r able to edi. scramble. But if Takedownlarni you look back to'sishni at some of his uddaladi, old yer fights deyishni qilishga from a'lo the Dana darajada White Contender bajardi. Series, Ammo he's got agar really uning good eski scrambling. janglarini, masalan, Dana Kind of White avoids the Contender submissions Seriesdagi pretty janglarini well. ko'rsang, u juda On yaxshi like cover Burns, submissionlardan he'll yaxshi scramble qochadi. out of Vaziyatdan position chiqib, and yana back into oyoqda the turadi. defeat very Strikingda ham early. juda yaxshi. Not a Grappling great jihatdan kicker, but a'lo in darajada kickboxing, em. he's Lekin probably boks first or second in kompaniyadagi the eng kuchli country. bokschilardan Like, biri. how much Sen have uni you taken kuzatganingda away nimani from what sezding? you've been Ha, able to men see uni from him? e'tibordan chetda And qoldira they're like, olmayman deb hey, o'yladingmi? I can't Chunki overlook ko'pchilik him shunday because a lot qilgan of va people shuning did, uchun and that's why mag'lub they ended up bo'lgan. losing to him. To'g'ri, bu men uchun eng qiyin janglardan biri bo'lishi mumkin. U katta, hamma jihatdan kuchli. Ehtimol uning grapplingi mukammal emas, lekin kurash himoyasi juda yaxshi va texnikasi zo'r. Shu sababli men har qanday vaziyatga tayyorman. Men u bilan zarba qilishim, wrestling qilishim, grappling qilishim mumkin, lekin bilaman, u ham menga tayyorlanmoqda, chunki uning oxirgi raqibi Belal. Bizning uslubimiz o'xshash. Wrestling qilgan va himoyasi juda yaxshi edi. Shuning uchun men tayyor bo'lishim kerak. Agar u meni wrestlingimni to'xtatsa, men yana o'rnaman, bo'lmasa zarba beraman. Xayber So I bilan was talking suhbat to qilgan Javier. He edim va said, sen and ham also Habib aytdingki, said you've been taxminan training 11 for haftalik a lot of tayyorgarlik weeks. bo'lgan. Oldingi keplardan farqi nimada edi? Odatda ular What's the shunchalik difference uzoq between the vaqt last, davom like the etmaydi. last Nega couple aynan camps? 11 They're hafta? not normally that long. Why 11 weeks for this camp? Men har doim tayyorlanaman. Masalan, ertaga jang tugaydi. Men uyga qaytaman, bir hafta dam olaman. Nimalar qilsa bo'ladi, lekin men sport zalni sog'inaman. Endi o'zimga bugun yengil mashq qilaman deb o'ylayman. Lekin mashg'ulot boshlansa, men jiddiy shug'ullanaman, chunki bu ishni sevaman. Buni hayotim davomida qilganman. Menda I senga have a video I ko'rsatmoqchi want to show bo'lgan you. bir I did video one, bor. same thing with Men Habib, buni but I wanted to Habibga show ham it to you ko'rsatdim and va just get your istardimki reaction sen to ham it. ko'rishingni va sening reaksiyang qanday bo'lishini. Shuni tomosha qil. Men yoshligimda Habib bilan mashq qilganman. U menga qiyin vaqt berdi. Mashqlar menga yaxshiroq bo'lishga yordam berdi, chunki qattiq tayyorgarlik bilan jang oson kechadi. Mening murabbiyim Abdulmannap aytgan edi. Habib chempion bo'ladi, u nafaqaga chiqqach esa hamma oldida shunday dedi. Islom keladi va kamarni oladi. Islom otamning eng yoqtirgan o'quvchilaridan biri edi va uni farzandidek ko'radi. Uning intizomi, diqqat e'tibori, chempionlik mentalitetini juda yaxshi ko'radi. Mening bu kamarim murabbiyim Abdulmannap Nurmagomedov uchun. Yillar oldin u menga shunday degan: "Sen qattiq mashq qil va bir kuni chempion bo'lasan." Shu sababli men bu kamarni unga bermoqchiman. U va uning otasi meni chempion qilishdi. Islom bu titulni qo'lga kiritganida men juda faxrlangan edim. Hattoki o'zim titulni qo'lga kiritganimda ham bunday baxtli bo'lmaganman. Haqiqat shuki, men endigina boshlaganimda UFC chempioni yoki jangchi bo'lishimni tasavvur qilmaganman. Boshlaganimda eslayman, mashg'ulotda barcha yigitlarga yutqazardim. Men Habib bilan bir xil darajada emasdim, chunki o'sha paytda u allaqachon yuqori darajadagi jangchi edi. Va sekin-asta men barcha do'stlarimga zalda aytganman. Yigitlar doim sizdan yaxshirog'i bilan ishlash kerak. Ular sizni asta-sekin o'stiradi va bir kuni siz ham bu darajaga yetasiz. Shu ish menga ham yordam berdi. Boshlaganimda eski yigitlar Habib, Rustam Habelov, Shamil Zavurov men bilan har kuni zalda mashq qilar va meni yutishar. Shu bilan men o'sdim. Bilasizmi, Abdulmannap aka ham meni har doim kuzatar edi. U ko'rardi men qanchalik qattiq tayyorgarlik ko'rayotganligimni. Chunki men har doim zalda bo'lardim. Hayotim davomida qattiq mashq qildi. U imkoniyatni ko'rdi, yana chempion bo'lishni istaydigan yigitni ko'rdi. Shu sababli u har doim shunday derdi: "Faqat o'zing xohlagan narsani qil. Haqiqatdan nima qilmoqchi bo'lsang shuni qil va bir kuni chempion bo'lasan." O'sha videoni ko'rding, nihoyat kamarni olib Habibga berish qanday his qilinishini. Give it to Habib. Ha, men bu haqida aytganman. Hayotimda shunday bir lahza bor. Men kamarni olgan paytimda uni murabbiyim Abdulmannap akaga bera olmaganman. Chunki bolaligimda meni hech kim tanimas edi. Janglarim yo'q edi. Nol. U menga chempion bo'lish motivatsiyasini berdi. Juda qiziq, men Habibga ham shunday savol bergan edim. Habib sen uchun qanchalik ahamiyatli va u juda yaxshi javob berdi. Islom mening katta ukamdek. Nega katta uka? Yo'q, juda katta emas, lekin bizning zalimizda, respublikamizda kim kattaroq bo'lsa, u seni tartibga solishi mumkin. Masalan, u aytadi: "Ertaga jang qilma, tugat." Men uni tinglayman. U zalimizda bizni kuzatadigan
nazorat qiladigan, har doim eng yaxshisini tilaydigan yigit. U biladi chempionlarni qanday tayyorlashni. Bu faqat zalda emas, hayotda ham shunday. U mening hayotim uchun hamma narsa qilgan. Ba'zida hatto so'rashim ham shart bo'lmaydi. 2026-yil uchun taxmining nima? Bu kamarni qo'lga kiritgach, Ilya Topuria bilan jang qilishni ko'ryapsanmi? Ikkinchi savol, 2026-yil uchun 3-chi titul 84 kg vaznga chiqishni o'ylayapsanmi? 84 kilogramm bu qiyin bo'ladi. Bilasanmi, bu mening vaznim bo'lmaydi. It's not gonna be my weight. Yeah. Honestly, it's gonna be too big, and for the 2026-yilga keladigan bo'lsak, balki Oq uyda jang qilmoqchiman. Why? Nega? What Katta makes jang. big fight? Tarix, Madison Square Garden, Oq uy, dunyodagi eng yirik arenalar. Ha, odamlar eslab qoladi. Oq uyda ular tadbir o'tkazadi. Yil oxirida balki Abu Dabida jang qilaman, chunki odamlar meni u yerda sog'ingan. Ancha bo'ldi u yerda jang qilmaganimga. Seningcha hozir tuzish mumkin bo'lgan eng katta jang nima? Bu 77 kilogramm kamarni qo'lga kiritgach, Ilya Topuria bilan jang qilishmi? What's your thoughts on that? He came coming from 45 to 55. I don't know. Bilmayman, Let's jangdan see keyin after the o'zimni fight, qanday his I'm qilaman. gonna feel how much Vaznim will be qancha my bo'ladi, weight. shuni ko'ramiz. 70 kilogrammga tushish qiyin bo'ladi, lekin 77 bo'lsa, agar kamarni olsam, har narsaga tayyorman. Kim sakrashga tayyor bo'lsa, keling, buni qilamiz. Usman Nurmagomedov juda qiziq yigit, u kulgili Funny yigit. character. He's a funny guy. Ha, juda kulgili, juda ko'p energiya bilan. Doim gaplashadi. Habib kabi Usman bilan 2 soatdan ortiq bo'lish qiyin. Juda ko'p gaplashamiz. Uning energiyasi juda ko'p. U doim yaxshi kayfiyatda, jamoa uchun yaxshi energiya beradi. Bu yigit tarixdagi eng yaxshi jangchilardan biri bo'lish imkoniyati bor. U chindan ham zo'r. Strikingda, grapplingda, wrestlingda u menga har doim qiyin raundlarni beradi. Agar u qattiq tayyorgarlikni davom ettirsa, u eng yaxshilardan biri bo'ladi. Sen uni 70 kilogramda UFC jangchilari bilan solishtirganda qanday baholaysan? U har kimni yenga oladi. Chunki uning mahoratini bilaman. U chindan ham zo'r. U hali ham o'sib bormoqda, yosh. Ha, 26, to'g'rimi? 26, 27 va hali ham kuchayish va rivojlanish uchun vaqti bor. Mahorati bor, hammasi yetarli. Umar haqida Merab bilan jang ehtimoli bormi? Siz nimani afzal ko'rgan bo'lardingiz? Pyotr bilan jang qilsinmi yoki Merab bilan revansh? To'g'risini aytsam, Umar Merab bilan jang qilishi mumkin, lekin u sog'lom bo'lishi kerak. Boshlanishi uchun 3 oy oldin bo'lishi kerak edi. Men bilaman, Umar buni uddalashi mumkin. Umar boshqalardan ko'ra ko'proq diqqatini jamlagan. Uning orzusi chempion bo'lish, revansh qilish. Bizning jamoamizda hech kim mag'lub bo'lishni istamaydi. Shuning uchun u qaytishni va hammaga ko'rsatishni istaydi. Men UFC chempioni bo'lishim mumkin dedi va u buni qiladi. Men sening bir videoingni ko'rdim. Qishlog'ingda ko'chalarda yurganding, chiroqlar o'rnatish haqida yangi narsalar qurayotgandingiz. Jamoangizga qanday yordam berayotganding? Bu haqida gapirib bera olasanmi? You've the neighbors. Yo'q, Oh, u it's Habibning Habib's qishlog'i. U mening ismimga ko'cha nomini qo'ydi. Islom Maxajov ko'chasi va aytdi: "Mening qishlog'imda ko'cha endi sening isming bilan. Endi ulardagi hamma muammoni sen tuzatishing kerak. Mana shu muammo. Lekin men xursandman. Yaxshiyam bu katta ko'cha emas." Videoda odamlar senga shunday deyapti, chiroq qachon yonadi? Ha. Lekin qishloq, Habib oilasining qishlog'i juda go'zal. Agar shahar va qishloq hayotini solishtirsak, farq juda katta. Ammo odamlar qishloqda yashashni istaydi. Shahar tomon ko'chishni istamaydi. Masalan, uylarda gaz yo'q. Gaz yo'q. Ular yog'och ishlatadi. Hayot qiyin, lekin baribir baxtli. U yerda odamlar tabiiy go'zallikdan zavqlanishadi. Har kuni yangi va tabiiy ovqatlar. Umar va Usmanning otasi menimcha u qishloqda uylar quradi va sizlarning yangi sport zalingizni ham barpo etyapti, to'g'rimi? Yoshlar va keyingi avlod sportchilari uchun mashq qilish mumkin bo'lgan joy yaratish. Oilada bunday inson bo'lib, yoshlarni tarbiyalashga, katta zal qurishga, hamma mashq qila olishi uchun imkon yaratishga kimdir yordam berishi sizlarga nimani anglatadi? Bu biz uchun aynan biz xohlagan ish.
shunday qo'llab-quvvatlash, MMA va boshqa sportni yaxshi tomondan namoyish etish, odamlarga ko'rsatish, sport orqali hayotingni va oilangni hayotini qanday o'zgartirish mumkin. Men ham qishlog'imda zal qurmoqchiman. Bolalar mashg'ulotni davom ettirsin. Qishloq bolalari shahardagi bolalarga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Masalan, qishloqda bir joyga borish qiyin, lekin bu ham mashq. Yugurish, ertalab maktabga 1,5 milga piyoda borasan. Doim harakatda bo'lasan. Hozir shahardagi bolalar esa kun-u tun telefon bilan, kompyuter o'yinlari bilan o'tirishadi. Qishloq hayoti qiyin, lekin baxtli va sportchi bo'lishga ko'proq imkoniyat beradi. Oxirgi savol, bir taxmin bering. Jang qanday o'tadi deb o'ylaysan? Rejam shunday. Men doim uni yerga olib borib, ushlab turaman. Agar raqib menga yakunlash imkonini bersa, men yakunlayman. Lekin bilaman, mening raqibim ham har narsaga tayyor bo'ladi. Shuning uchun muxlislar uchun yaxshi jang bo'ladi. Ikkimiz ham yaxshi MMA mahoratiga egamiz. Shuning uchun raqobat juda kuchli bo'ladi. Men esa yakun uchun harakat qilaman. Assalomu alaykum hammaga, qadrli kuzatuvchilar. UFC 323 jang haftaligi. Videolarni endi tez-tez chiqarishga, faol bo'lishga harakat qilaman. Bu hafta jang haftaligi. Shuning uchun hozirda kanalimizda hech qanday reklama yo'qligi bois donat qilib qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolgan bo'lardi. Mana bu QR kod va videodagi havola orqali o'tib donat qilishingiz mumkin. Agarda sizda bunday imkoniyat bo'lmasa, shunchaki videoda faol bo'ling, izoh va layklar bilan. Hammaga rahmat.